Toyota'da yurib kirib qo'yibmiz, hozir yuvgani keldik. Endi ko'ramiz necha pulga tushadi ekan oxirida. Mana bu avtomatik moyka ekan. Bunga odam ishtirok etish shart emas, bu qimmatga o'xshayapti. Biz lekin o'zimiz yuvamiz. Bizdagi ham samo moyka. Shu necha pulga tushadi ekan endi. Pilisos tozalashda ishlash uchun 5 zlotga jeton oldik. Jetonni solingchi. Bu necha minutga yuvamiz bunda? 5 daqiqa. 5 minutga pilisos ishlatishimiz uchun 5 zlot pul to'ladik. Hozir ustini ham yuvamiz. Startni bosing. Qanisi? Yo'q. Ketdi. Bosing. Mana yerda pilisos qildik, endi bu yerda ustini yuvamiz suv bilan. Poliklarni mana yig'ishtiramiz ekanda. To'lov qilaman 2 zlotga. 2 zlotga. Ha. Qaysi biri ko'pik suv? Ha, aktivni ekan. Qarang. Bu ko'pik. Ha, bosmay qarang. Hozir 2 zlot to'lov qilaman. Ha? Birinchi chistay vodani qo'yamiz. Toza, oddiy suv. Oddiy suvni yuvoramiz, keyin bir chekkadan boshlaymiz. Bo'ldi. 2 zlotga necha minut yuvamiz ekan? Autoryzacja, proszę 2 zlotga 40 sekund. Kechqurun bo'lsa, 40 sekund. ha, kechqurun 1 soat. Kechqurun bo'lsa 1 soat. 1 minut, sorry. 1 minut. Mashina yopishtirib qo'ying nari tarafga. Mana nima? Ha, yo'q, nari tarafdagisin nari. Ha. Yo'q, shu 2 marta tushib ketdi-da. Yurol 2 soatdan keyin kelib olib ketdi-da. Yo'q. Yo'qotib qo'ymang-da taksi lot. Men bilmasin. Chistay vodani. Mana yerda-ku. Uchinchisi. Ketdi. Endi ko'pikli suv. Endi 5 minutga O'zbekistonda samomoyka ko'rmagan ekanman. O'zbekistonda ham shunday yo'qmi? ayvoshlar bor, otabekalar. Katta-kattalarkimi? Katta-katta. Bizda qishloqda samomoykalar unday emasmi? Bizda qishloqda samomoyka borligi bilmayman. Qishloqda moyka borligi bilmayman. Bizda bor edi. Endi oddiy yoki. Kanadalik yuvib qo'yardi-ku. Aktivni bosasiz. Ko'pikli. Bo'lishini o'zi. Proszę użyć kartę. Bunga ham 2 zlotmi? Yo'q, bu ko'proq kerak menga. Autoryzacja. Shunday ekanda bu yerda har bitta suvga pul to'lab yuvoramiz ekan 40 sekund, 1 minut, 2 minut qilib olib. Dziękuję. Buni necha pul to'laysiz hozir? 5 zlot, endi 5 zlot necha sekund bo'ldi? 5 sekund ko'rsatdi. 1 minutda 40 sekundga 5 zlot to'laydi ko'pikli suvga. Ketdi. Bosdim. Bunga ham 5 zlot to'ladik. Chistay vodaga yana oddiy suvda ustini yuvarak, mana ko'pikda. Uchinchisi. Ha, bos. Ketdi. Bosaymi yana? Chistay 3 ta bosim. Ketdi. Mana Toyota'ni ham yuvib bo'ldik. Endi oxirgi hisobi 17 zlot bo'ldi. 5 zlotga pilisos qildik ichini, 2 zlotga oddiy suv sepdik, keyin 5 zlotga ko'pik qildik, yana 5 zlotga oddiy suv sepib, mana shunday top-toza qildik. Polshada 17 zlotga tushdi.